Oyi, meni yerga bermasangiz bo'lmaydi, yigitim kutib turmaydi. Voy o'g'lim, beni birinchi uzatib olaylik, mahalla qo'y nima deydi? Opa, teging unda. Chiqsa tegamanmi? Ezvordilaring bor-ku. Opam g'irt o'g'il bola, kimdir sevib qolishi fantastika. O'shaning uchun o'zim harakat qilaman. Birinchi makiyaj qilishni o'rgatdim. Bo'p qoldingmi? Ha? Salom. Keyin ovqat qilishni o'rgatishni boshladim. Qaynining ko'zi teringni shunaqa archadi. Keyin didli kiyintirishga harakat qildim. Voy, ana bo'larkan-ku. Dimzorda. Opa, sirkka ishga kirmoqchimisan? Nimaga normallik-ku? Keyin bo'g'izlab uchrashuvga ham olib bordim. Tushundim, seni yerga tegish niyating yo'q ekan. Ketdik, opa. Yuboray zo'r ekan. Yo'q, ketdik. Sabr qilib bering. Hey, endi men ham yerga tegaman. Rozi bo'ldik kuyov. Eng qiziq ishlashimga ham ruxsat berdi. Bir kun kelib shu gaplarni eshitishimni bilardim. Faqat shu telefonim sal pand beryapti-da. Sen yerga tegishing uchun o'zingga mos, o'zingga o'xshab sinovlarga chidamli telefon topib beraman hozir. Mana Honor X9D sinovlarga chidamli. Tushib ketishdan chidamli. Uzoq muddatli batareya. Shu telefon mendan senga to'yini. Faqat sen erga teg, iltimos.